Meniki Assalamu alaykum. Aziz qarindoshlar. Hammalarning shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Mening ismim To'g'liq Hamid. Hozir odam kirish soni biza ozga tunugun nahmaydan qandim. Bir 2 minutlik besh chiqib oxirisi qaytib olibdi. Nimaga bo'ldi to'g'ri birasi jubo qilib aytdim, uqmadim. Chiqmaganday uningga juvatmadim, qilib sap qo'ydim. Shundan bugun qaytadan qilay dedim. Kechda xizmat bilan aldirashib qoldi ekanman endi. Ana chiqqan shuningga men azroq tunugun kuningki shu qaytilma nusxasi sifatida yana bir nahmaydan qilib qo'ymoqchi. Shuningga oyliqi ana qilib o'chirib o'tibdi degandek yana gap bo'lmasin deb shu tunugun kuningki shu nima bo'lgani şu aynı sözlendi çünkü bu nahmaydan bo'lgandan keyin yoki video qo'yilib ishlanayotgan bir program bo'lmagandan keyin nima bo'lsa shu narsa bor. Boshdan oxiri o'zimning kimlik bilan, ism familiyam bilan, chiroy shaklim bilan chiqyapman. To'g'ri. Mavo oldukki haftada menga soqchidan bir parcha xat kelibdi-da, soqchidan bir parcha xat kelib ama shundoq qilib sen tahdid qilsa odamlarga tahdid qilsa debdi. Kimligin demabdi. Shuning bilan kulgim kelib ketib, shuning bilan o xatni olib qo'ydim. Olib qo'yib bundan keyin bir 2 kundan keyin qarab o'tarsam, advokatim telefon qilibdi. Mushtaq nima qilib? Sen mushtaq Xitoy konsuliga mushtaq tahdid qilganmidi? Men ham bu yerga ahvol dedim, uydagilarning kesilib ketgani. Salomatligini yaxshi emasligini, ammo ularning mas'ul chiqib qolsa, men bu mas'ul turganligim to'g'risida gapni aniq qildim. Qilsam bo'ladi dedi. Undan keyin tarjimon bo'lsa bo'lamdi dedi. Albatta bunday ishlarda tarjimon bilan bir advokatning bo'lgani yaxshi. Shu Uyg'ur tarjimondan hamda birisiga miyada Dilshod Reshitniki birinchi ayoli shu Zulfiya degan shu deb, ikkinchisiga men bir tanıydigan yaqin bir oyliklar bor. Ularnikini o'zim Dilshod Reshitnikini xotinnikini o'zim rad qilib atdim. Bo'lmaydi, bu xotin qat'iy bo'lmaydi dedim. Ikkinchisiga yana bir tarjimonlarni bulan bo'lmaydi, bular bilan tonish bilishliqim bor dedim. Advokatmi kirib ketdi. Shuningdek men dedim, bu yerda men cho'qim rost ish qilishim kerak. Boshdan oxiri to'g'ri bo'lish kerak. Bekamen bu tarjimonlar kelsa, men bilan tonish bilishlik bo'lsa, o'zining tonishi bu deb ben tarafga minus tövenge qarab mağdu dedim. To'g'ri dedi. O'zinglarninki nim qilish bo'yicha saqchi bo'lsa, Uyg'ur tarjimon topamizinglar. O'zbek tarjimon bo'lsin bo'ldi, o'zbekchani yaxshi so'zlayman. Bizning o'zimizning tilga o'xshab qoladi. Deyildi. Shuning bilan shu tomonda shu u tema yepildi-da, hamda ular topib o'zi qilganlikda. Şunun ilə mənə qandaq bo'lyapsiz, qo'rqyapsiz deb Nurg'oyalardan, O'tirasiyalardan tashkillardan bir Uyg'ur akalarimiz bor, boshqa qarindoshlarimiz, inilarimiz, akalarimizga qilibdi. Shuni o'ylab qopib. Bu men uchun bir xo'shandonlik ish bo'ldi. Xitoydagi bir fashist kommunist davlatninki qonxo'r jallatninki qilmish atmishlarni garchi men sot bo'lib qolsam, men agar shu taklifni qilgan bo'lsam, sot tuturib etsammi, men sot maydonida shularninki abdi basharsini bir ichib, men uchun bir g'alaba dedim. Undan keyin bir qancha media vositasi bilan gaplashib qo'ydim. Ular buni aytib qo'shib ketdi. Bular aram turibdi hamda. Shuningga, buningdan men hech qanday qo'rqmadim. Hech qanday menda bir titrash yoki bu narsa bo'lmadi. Agar bo'lgan bo'lsa, men chiqmay jim yetib olardim. Men unda suydik emas. Men o'zimni bir erkak deb chaqirgan odam, ilogo o Xitoy konsuliga, Xitoy armiyasi bostirib kelib akasimi o'shadan shu atanimizga ega chiqimiz. Shu konsulninki ko'ziga miqtaq qadalimiz. Chunki o atana kechalari biz yig'ilgan chog'da uxlamay og'zimizga amchak selib, bizni emdirib, yaxshi kiygizib, yaxshi yedirib, balam yaxshi o'qisin deb qilganki, bizmi atanimizga u yerda 1 minut turishi biz uchun bu bir haqorat. Bekordan bekorga. Ularning bir jinoyati bo'lgan bo'lsa-ki, o chaqda mening bir jinoyatim bo'lgan bo'lsa-ki, o chaqda men qarshilik ko'rsatmay quvonib qilib o'tirardim. Yoki men Dunyo Uyg'ur qurultiyining bir a'zosi bo'lgan bo'lsam-ki, yoki falonchi bir tashkilotninki Xitoyning bir cho'ng bir ishlarni qilayotgan bo'lsam-ki,
Mening dastimdan akirib ketgan bo'lsa, bu o chaqda mushta ishkanda deydi. Ammo ishlar qarma-qarshi, hech qanday ish qilmagan bir xalqninki o ota-onasining 18 yil kesib o'tishi, ammo har ishni qilyapman deb Uyg'urning beshiga chiqib olgan cho'shq kuchuklarninki bahramon yashab, sayohat qilib dunyoda Uyg'urning beshiga chiqib olib, Uyg'urni qo'ldiritayotganlarning undaq jahon ketdi. Uningga biz deb o'tasa, biz qo'y bo'lib qolamiz. Qo'ymi qo'sqasi ma'raydi-ku, qo'y. Ammo bizning bu muhojiratdagi Uyg'urlarimizning ko'pinchisi qo'y bo'lgan chaqdimi, unaqa mingisiga qurchib ketgan qo'ylar ekanda. Qarshilik nimasi nayt töven qarshilik ifodalash nimasi. Shuningga men qarindoshlar deydiganim, qo'rqmanglar qarindoshlar. Biz baribir o'lib ketamiz. Chingizxon qabrisi tepilmadi. Yarim dunyoni egallab qo'ygan. Bir shaxmatda bir dattikam bilan Hindistonda turgan Jamshidmi yo'q. Firavunninkini o'zinglar ko'rdinglar. Ne. Jahon so'rg'anlarniki. O'lib ketamiz. Yaxshi qilsak, yaxshi izlarimiz qolib ketadi. Yomon ish qilsak, haliqi Sayfiddin Azizdek, Ahmadjon Qosimdek 11 bitimga qo'l qo'ygan bo'lsa-mu, yillarni bilmagan bo'lsak-mu, yillar o'tib, bugünkidek internet, tor hamma nima taraqqiy qilgan vaqtda yaning tegidan so'rab chiqib, ekranlarda peshonasiga chapilliq shu o'liklarninki ro'yiga sen mani qilsa, ajdodlarimiz mana kunni ko'ryotdi. Bizmi buningdan keyin tirishmasak, bizmi buningdan keyin vatanga ega chiqmasak, ota-onamizga ega chiqmasak, bizdan keyingilarmi biz 11 bitimning sababi bilan avtonomlik bilan bugun mana kunni ko'ryotgansak, bizdan keyingilar yo'q bo'lib ketadi. Masjidmi yo'q bo'lib ketadi, Uyg'ur tilimi yo'q bo'lib ketadi, Uyg'ur madaniyatimi yo'q bo'lib ketadi, yemak ichmakim yo'q bo'lib ketadi, hamma nimasi yo'q bo'lib ketadi. Vatan bo'lgan chog'da bu hamma narsa bo'ladi. Uningdan keyin o'limizga, o'lib ayaga berib Xudoning oldida hisob kitob qilganchada vatandagilar bizga atadi. Sen nima ish qilganding? Ashada bizga qo'limizdan kelganini qildik. Janob Alloh, biz qo'limizdan kelganini qildik. Biz kuch yetish bilanmidik. Ammo at teshiga chiqib olib mushishni qilganlar nima qildi deb qaysimga keladi. Hammamizga keladi. Uning so'rg'i bo'ldi. Men o'zim kuchli ishimni qilyapman. Men javobimni bera olmayman. Qolgan yeb, ichib, o'ynab, kulib vatan millatning dardini qo'ng'inin qisqacha qilmayotganlar. Bu ikkinchi temamni so'zlaydiganim, men o'tganda shu Behram Tursun bilan Dilrayhonningki Navri singlisninki Turkiyaga Nurkag'in to'g'riliq to'yini ikisini tushirib, Allohning avatib o'pga chiqarib qo'ygandi. Buningga hozirgacha iddio yo'q. Haliqi Dilrayhon degan Fransiyadagi tatay, u tatay asli Xitoyning balasi, u tashvitilgan narsa axlat to'ndan beqib olgan bir narsa. O Konzusyanning mahsuloti, o Malayziyadami ne odamlarni qaqshatgan, Malayziyadami kelgan bolalar bor-ku. Birisiga Turkiyadagi Burxon ko'ziga tayoq tiqilib ketgan. Birisiga shu Konzusyanning mahsulotlari. Bular ele Parijda ko'kilga bo'yayman deb baxtdi. Ele Abduvali Oyibni akagan bo'ldi, ele jidal qilib Norvegiyaga ketkizgan bo'ldi, jidal qilgan bo'ldi. Ammo astirtin billa bular hamkorlashini to'xtatib baxmidi. Uyg'urni MTT qilishni to'xtatib baxmidi. Ana o'tgan men vatanga bag'anlar ham bas qilmamas. O'tgan vatanga bag'anlar to'g'riliq mushundaq bo'lgan chaqda Dilrayxon bir munch tukurga chachatib bir narsa yozdi. Sening navrisingdan keldi, uning bir narsa yozmamsa? Sening opang 2018 keldi, uning bir narsa yozmamsa? Kimning ahmoq qilib o'ynaysan sen? Sening navriningning Bakram Tursunning mishak biz qilmish atmishlarni biz bilmamdi. Ha? Javob berishammadingmi? Akang O'zbekistonnikanmi Anvar O'zbek degan. Uningga nima deysa? Ayada muxbirni aldab, Muyassar degan Kanadadagi Fatima deganning yana birisining Kanadadagi Minavar deganning Muyassar deganning yana Maraba deganning akamni akirib ketdi konsertda qilgan deb Norveçchida, Shvetsiyada berib ketgan bayonotlaring muxbirni ahmoq qilib nolga tang bo'ldi. Nima qilmoqchisan? Mediani aldab, yog'alardan o'zingni ish chaqirtib, uydagilaring mundaq bo'ldi deb turib, kirib, davoning ichiga kirib, uni bilamiz-ku, hamda uni qilyotganingni. Sen Bakram Tursun vatanga borgancha bu ishga aralashmabki ham pulingni topdiga adam ajab aralashib qolsan-ku.
Chiqiblam. Sen Shvetsiyada kichik bir shaharda turadigan odam darhol Stokholmga ko'chib kelib, shunda oson jamoatni tepib, ayolning jamoat deb qo'ydi ekan Masuda. Jamoatning oldiga boramiz deb qo'ydi ekansiz Masuda xonim. Jamoatning nimaligini siz bilamsiz? Siz jamoatning orasida qanchalik yashab baqdingiz Shvetsiyada? Masjidga boramiz deb biz masjidni pul yiqqan chaqda masjid qilamiz degan chaqda biz jamoatning lo'ngir mandarimizga atib jamoatning qo'liga su qo'ygan chaqda biz shu jamoatni ko'rdik pishadi. Shuning uchun biz bormaymiz. Yerimi cho'shq qo'tilib potirilib yeydigan, yerimi xoin jasos munofiq, yerimi quliqini shu o'tir yo'lni tutadiganlar. Ko'rdik shu. 1%, 2% loyiq chiqmaydi. Shu jamoatingizni ko'rdik mishada. Shvetsiyada ya'ni Qur'on Karimni bir adam bir bola ko'ydagan vaqtida bütün musulmon davlatlari Shvetsiyadagi ambasadning oldida bayroqlarni ko'ydirib, Shvetsiya hukumatiga qarshi ketgan chaqda biz chiqdik. Abdushukur Samsaq ikkimiz chiqdik. Sen nima deb chiqmaysa, 5 vaqt namoz o'qisang bakram tursin. Sen nima deb parlamentning oldiga kelib bir qitim Xi Jinping terrorist delanmaysa, sen nima deb parlamentning oldiga kelib independence delanmaysa, sen nima deb shu 3-chi bir tashkilotning yanında tursa, sen shu chaqda degan bu menga undidarda. Fikran bu ishlar aralashma, basang bilsa kimni qo'llab, kimni qo'llamaydiganingni bu ishlarni tegiga. Sen bilib kelding ashayverdi hammani. Sen bilib kelding. Meyariklarga Suriya ketgan elqa kimnimi? Nabijala bilan birga kelgan Abdur nimete bir sifatga qarmaylar. Yo Suriyada o'lib ketsam, nari Suriyada o'lib ketdi, vazifasini topshirib ketdi, qarmay qo'ygan joyga dedim. Sen dedim. Shu gaplar seni og'zingdan chiqqan. Tushundingmi? Undidarda sen bu ishga aralashma, pul topqancha fikam, pulingni jiq-jiq top, borsang men hech qanday problem qilmaydigan. Ey, sen menga jiq odamlar deydi-da, buningga kirishvamiz o'zimamda. Bu adatki adam bo'lgandan keyin mana shu qurultoy o'chi-bo'chilar bilan aytishotgan keladi. Ya, buni sizlar bilmaysizlar, bu shu Shvetsiyaning kichik shahar turi bilib, yili Norvegiyaga qatirib, yili Germanda Akram degan aksinga qatirib qilgan. Nurg'un ishlar bor buningki. Norvegiyaga azan go'shtlarni akirib setib, shu biz Uyg'urlar foyda manfaat xor kelamiz, kim azan go'shtni bas ashalarni uchur to'plab 2016 ichida 2 qitim ayol qandaq ishlayotgan vaqtdan o'zing bilasan. Bo'pti. Dadang millionerim bo'lsin, bizning ajab pul sap beramaydi, seni akilish uchun pul sap berdi. Dadang sap berganmi deydi. Bo'pti, 2 million ayolingning yozgan bo'yicha yillik kiriming 2 million bo'lsa, chiqamamsan shu 2016dagi yillik kirimingni. Basang chiqirdi-ku. Bajidarsiq basang 2016dagi kirimimni chiqirib ayamsa, ila qisqat verkitninki nima deklaratsiya deb keladi, skat declaration deb keladi. Ashningga 2016-dakini ko'rsang bor. Nimishga yaqin yaqilsa, Zuvaning tutilib qoldi. Qaysi 500 mingga alkanni ochiqdi. Yog'angan akan ketib yuribdi qana O'zbekiston qizlari ketib yuribdi. Nima yog'an gap bu? Shu 500 mingni shu advokatning shu narsani chaplara Facebookga qoldirsa, videosini chaplara bizim bir aloqasi baqayli. Va 500 mingni berib, sen meni aksiya ochiq berdingmi deb. Ashta ochiq bersang, advokatni Kanada hukumatiga tunishtirib qo'yay. Hüseyin Cilin açık olsun, Şivisiya hükümeti tanıştırıp qo'ya, Gümenxay demokratik Xitoychisini akatgan Taylandni tutib, bizning qo'y da'vogarlarni berib kelib, Arosha Abbaslar berib kelib, Rishad Abbaslar berib kelib, Erkin Sidiqlar o kitobim Dolqin Aysani yezibdi-ku, uyiga berib yo'qlab keldim deb. Bu sizlar ajoyib ulug' o'tning ichiga kirib, o'tning ichidan chiqalaysizlar. Endi hamma narsa echilib ketdi hozir. Echilib ketgandan keyin shuning bilan xotin bu ishkan mumis qilishmay bu to'g'li Xitoy bilan birga turdi ekan. Men bilan kelib yashagan mas'ulda men bir tamog'imni qilib, menga bir og'zimga bir gap kelgandi. Ko'rasiz, men Xitoy bilan yashayapman, men ammachingizda yashayapman. Tushundingizmi? O ko'chko'tangda yog'an saqchiq berdik, undaqmanda saqchiq bergan bilan shu tahdid qildi, tatatay patatay deb tuki yo'q gapni qilishibsan qo'shu. Çoşuk küçükler dedi, hain degan dedi. Keldim o qog'oz, men konsuldan kapti saqaqniki qo'ni qirg'manmabdi saqchi. Qani chiqamamsa, Navrisingning kelgan chog'da to'la meni o setovaga uyimninki o bironga egislik men setib olsam, uni bankdan setib oldim. Setib olsam, Maklari o'tirliqdagi Jonjiyadan setib oldim. 1 million 600 minglik uyga akamqarga yerimini berib setib oldim. Pulim bor, anaqilalaysa tashyu bank kartamga kirayotgan pulning nereden kirayotganini har birimiznikin tekshirimiz, sotqi chiqimiz qo'ydi, oldimizda ishlar bo'ladi. Har birimiznikin tekshiraydi. Menikin tekshirsang 2-3 yerdan xizmat qilayotganim bor. Kech kunduz ishlaydiganimni meni Stokholm xalqi hammasi biladi. Bir yerda emas, 2-3 yerda.
Men kelgandan yoq ishlayapman. Hech kimni qarab boqmadim, opam dadamdan tek mushkam kelib, bir tim pul ep boqmadim. Ha, Turkiyaga ko'rishgan chog'da qo'liga naq 150 ming yevro bergan aramga beringlar deb. Men degan mayda kuyimchan bola. Men ota-onamnikini ep boqmadim. Mening ota-onammi halol ishlab, halol tartaq qozib meni boqqan. Tushundingmi? Sening dadangga o'xshash, sening dadang 50-yilda 70-yilgacha bundoq qachini ko'tarib bir vaqt tamoq beringlar deb haqniki tilab boqqan seni. Divona, tushundingmi? Mening bovam degan Bovdunbay deb hammasi biladi. Tushundingmi? Sening dadang anandagi akalaring 70-yildagi Shinjindagi ishlaydigan bo'lib, Go'anjuga ishlaydigan bo'lib, tag'laring oblas aqchiga kirib, munofiqlik bilan haqni setib yurib, haqning qo'ymichilik qilib, ilm berim qilib, mushu kunga kelishgan jalob xotin oldirsan. Bilmamda sen haqni bütün avloding xoin. Hadang muyassar degan g'o'jalik hozir chaqchaqchi bo'libdi o'zicha. Adam satirgan ish qilmayam chaqchaqchi bo'lgan o'xshaydi. Anvar O'zbek degan akam kapti-ku, qalbini risliqdan apirib qo'y Gollandiyaga lager shaytib pul tepinglar. O'rim elibchi dunyo Uyg'ur qildi deb u yerdan bu yerdan tilamchilik qilib. Seninki adlaringning danqi chiqqan akalaringning arpaylik uchun chiqqan bütün vulji xalqiga, bütün hammasiga dank etgan qaramasan deb qo'y. Faqat haq biladi demaydi. Tushundingmi? Men bu ayni vaqtda bu gapni shu Norvegiyaliklardan anglagandim. O'zanga degan-ku men ikkimizning o'tirib problem boshqa bir qizvoning boshqa birimning ishi emas, o'zing obdan bilsa. Lat qas qo'y, yer haqni xotni chaqchaq qilib, sening kasabtingni men haqqi yomon bo'lib, ular o'lmadi, boy yashayotdi. Boshqalarga to'g'ridagi Yapondagilarga, iliq adimizga, tarjima adimizga, mening adam mantra ko'p qopdiki deb iliq Zuhal degan og'inani avatib, chunki u ayolning asha tarjimonligini, Rabiya qadarlar tarjimonlik kasallarni tarjimonlarni tutishlar-ku birinchisizlar. Shuningga shu yerga uchrog'in barmoqchi o'g'inin chog'da ishingni buzib etgan men. Ada u Arpay Xitoyning odami mening uydagilarim mushtaq qildi deb shuning bilan u yerda sen bilan aloqalashmoqman. Sababini deb beraymi? Bütün ishingni buzib etgan sen eng oxirida turibsan. Ma'lum Gollandiyaga Abdukim degan akashni ham izlab ketdim-ku, shukur kamar qilib. Abdukim tapasang deb men uchirib ekan. Aloqaga chiqmanglar, xoinsdan aniqlayotdi deb. Tushundingmi? Sening orqadagi bütün planlaringni barbod qilayotgan men. Endi uch qashqari chiqib seni rasvo qilaman, xoinlarni rasvo qilaman. Nima uchun rasvo qilaman? Chunki sen haqning ichilib ketsa qimmatingni qolmaydi. O chaqda sen haq ayrim yo'llar orqali majbur ishlashga majburlansa. Ondan keyin hukumatning sen haqqa ko'zi tushdi. Shuning uchun sen haqni sistemiz, sen haqninkini deymiz, ochimiz, qo'lingdan kelsa sotqi ber. Iliq 500 ming berib akavni ochib qo'ysan-ku. Ashunda. Bo'lmasa, iliqinda yağlardan 2016dan borgan chog'da, birinchi qaytim borgan chog'da sen Go'anjuga og'zaki chiqib, ikkinchi qaytim borgan chog'da isbotni olib bergansan. Chunki mening ism familiyamni sen menda Tursunay orqali Tursunay bir narsaga yordam bo'lib qoldi deb Avzal akam ikkimizdan Shanfinjonni tatib akatgan bir vaqtida. Avzal akam ikkimiz. Avzalning hatto G'uljininki, Go'anjuninki adreslarini bo'dinda turganlarini bilib bo'ldi. Qayerdan biladi? O Avzal akash hech kimga aralashmasa u chog'da sen shuni Tursunay orqali qilib berding. Sen uyingda qaysi internetni ishlatyapsan, nimani qilyapsan, telefoningni nima bor? Sen juvatdim degan bilan chiqdi-ku, men lab qo'yaman sana. Men sana bundan bir misolini deb beray. Bilal Ibrohim Turkistoniy akamizga tuhmat qilinib, masjiddan sheyga kirib, jangi jidalga tiqilgan chaqda shu bir munchisi yag'on guvohlik beribdi-ki, advokat debdi. Bizning butun yerda cheting yerimiz bor, kamera bor. Meningga sen rost gapni qil, sotda men sendan hisob olmay desa, hammamiz qichib ketdi. Shuning bilan ulug' diniy ishlar komissari Nuri Tulkining ufkisi ish topqanlik tufaylidan Bilal akaninki sotda Bilal akamiz o'tib chiqdi. Ammo qog'oziga ta'sir yetdi abalninki. Mushu o temaga hozir kiraman. Ana shuningga o'xshash sen meni qonunning o'rniga ilashtir, qonunni o'zi tep chiqdi. Menda barini men qo'ymayman. Menda barini men qo'ymayman, jiqqan shu ovozdan tortib, uningga nima deganing, buningga nima deganing, abchukur samsaqni akilman, ijod turg'unni akilman. Meningga kaynimda adam bor, turib berdi. Sening kayningda kim bor? Xotining bor shu. Xotiningmi satadi seni bir kun olmay bir kun. O xotiningning vijdonining qanchalik kerak ko'rdi. Normal bir odam bo'lsa, mabal qaqshavatidi. Nimishki boshqalarni demaydi, nimishki Yarmamat akashning ayol berib ketdi. Nimishki Bobur Maqsudning kelinimi g'uljilikka, o'mi ashmushlarning qo'shnisiga berib ketdi, hechdan bo'lmabdi. Nimishki senga eslab oldi deb sen so'raysan masada. Tushundingmi?
balanga halal yegizayotgan bo'lsang, balalarimning Xudoyim kelgusi men qizlarim mening baxtini bersin, men ayilning ko'z yoshiga biz kirib ketmayli desam, sen aning hisobini eringdan olasan. Oldimga akilasa, tövbe istixbarat qilg'izib. Uni men opam dadam chiqqan chog'da, meshak bağan chog'da mishta saqchining ichida yig'lab qo'qab ketib, sivitga ishtongan mishta bo'psizlar, rozilik beramsizlar deb ulardan so'rayman. Bo'lmasa men bu hayotimda mening momamninki, buvamninki ko'zining ochiq ketganiga u dunyoga yig'lab ketgan yig'isiga, adamning tuqqanlar kichik opalarimning bo'lib ketgan qiyomat qoyinga bu ballarım kızıp kesimi, narsilip kesimi ötmeymen. Allah balasını bəsulam deymen. Başka yeşdim demeymen. Çünkü tadı kısa balığa. Biz uzun müddetden içinde kısa müddetden içinde kömügenimizden uzun müddetden içinde nurgun işlerini köydük. Dünya Uygur kurultuyunu Uygurlarını paypak kılıp, MTT kılıp, vatanimiz Şarkı Türkistan'dan kök bayrağının keyniga ötüp bilip aldıda nimelerini kılıvetkinler, rasva kılıvettik dolkun eysa degende Amerika'ya vargan çağda men fizikçi, men aktivist, men hata dep qarayman dedi. Ama Asiya, Xitay, Abduvali, Uygur, Eyliq, Bekram, Sintaş, TTT deganlar hozirgacha indigenesi yanmaydı. Ola yanmaydı hem de şu amal yok bununla. Qarindoshlar. Shuningga bu yerda har bir narsaning hisobini ilishqi tegishlik deb qarayman. Men bu yerga chiqib shuqlik qilmadim. Men o'zimning haqqimni so'radim. Birisi pulini elib olsa yo qo'yib ketsa, birsini qilsa bu yerda haqqini olamiz. Ba'zi bir demokratik bu qonunlarda, ba'zi bir ishlarga biz qonunlarda tashlab bersak-mi, qonunning suratining ostiligidan ham bular ishni puxta qiladi. Ostiligidan bu ishlarningki keyniga so'zilg'achqa biz o'zimiz chiqib xalqqa bildirishimiz kerak. Mening ashta bir qo'rqinchligim bo'lgan bo'lsa, mening ashta bir tiltiqligim bo'lgan bo'lsa, men oldiga chiqmayman. Mening oldiga chiqib hech qanday so'zlab men sarang bo'lib qolmadim, haqqa chiqib haqni tillab, o'zimni yomon ko'rsatib, o Xitoyninki ko'ziga sat ko'rinib, bunchalar balobatar qilib mening turmushlarimga taqashdi. Menda bir bu ishlarga taqishdi. Turkiyalik mana bormaymiz 5 yil bo'ldi. Sen haq barisa O'rta-Osiyolarga bizningmi ko'gimiz keldi, O'zbekistonlarni optab yegimiz, achaning tomoqlarini yegimiz keldi. Qarindosh millatlar biz borolmaymiz. Nimishga? Biz Xitoyning ko'ziga saqlab qolgan miq. Sen haq bora olaysa, bu so'g'igacha, Ro'shan Abboslarning asho nimagacha bora olaysa, Qozog'istondan bujugigacha emas, Xitoyning ichigacha Bejongacha dedi, Arabiya qadar to'liq qaddirjaqda. Uningda teni ololmayotgansan-ki hamda. Onu Amerikaning dötməməs o istixbarat idorasi unchalik hamda sen haqni şöyle Amerikaning şirketler pul tapmiz degashqilam, ishning o'rnida ishlatadi, azani narxingmi yo'q, sen ani qil desa, ashni qilsa, mana qil desa, soliqqa ani qil desa qilmaydi, indigenous qil desa qilmaydi bu bola. Dilyarg'im indigenous qil desa qilmaydi, sen haq nishoning yo'q. Xitoyninkini EPA Tayvanninkini EPA, Kurdninkini EPA, PKK'ninkini EPA, FATO'ninkini EPA, Amerika'ninkini EPA, Germanninkini EPA, İlham To'xtini banaq, uninkini EPA, yeyishlaylar sirtlandak var, hamma tarafdan. Chunki aqaysiningki uydagilaring konsertxon lagerga turma kirmitdi. Kirgan bo'lsa, shuning ochiqqa uchirgan bo'lsang, sen ishni durust qilatding. 5-dan oxiri sen mushu vazifa bilan chiqding. Mishadin ketgan Uyg'urlarningki butun mishadin ketgan men og'aylarim bilan butun bolalar bilan gaplasam hammani ufqida deb. Bakram Tursun o'zingmi deding qo'san? Hammani ufqida fikrim deb. Men ufqida shu opir deb bergandan ufqida ular. Ya bizning aramizda bir saqchi yashimasa, bizga konsuldagilar bizning uyimizning endi bo'lmasa, Xitoyning undaq Elon Musk o'sha jiq chiqarayotgan raketalar bo'lmasa, har birimizning uyining ustiga tinch qo'shib qo'yib qo'ydigan ya bir apparat qoladigan. O kadar ulug' emaski, Xitoyni ulug' qilib aytgan sen. Xitoyni Uyg'urning orasida ulug' ko'rsatayotganlar senlar. Xitoyni ulug' ko'rsatayotganlar senlar. Voy texnikasi va voy pul olib ketdi. Nima bo'ldi? Xinda vayron bo'ldi. Mana Xitoyning ichi iqtisodiy cho'kishga boshladi. Qani shu puli. Endi senlar bekor ishlaysa, u yerdan olisa. Yolg'on ishni qilib, yolg'on davoni qilib, müşunda qilib, bütün hammaning bağallarını ilib oldi Xitoy, da'vochilarini ilib oldi. Shuning bilan bu geldin hamma yerda ilingandan keyin sen haq setilib bo'lgandan keyin bağallarning 90% shu. Pakiz berib kelganlar bor, mening og'aylarimning ichida yoki boshqa tonish bilishlarim, akalarimizning ichida. 90%ni ilib oldim. Kirib chiqish uchun ishilding, pul uchun ishilding.
Köpərəki, Pərat Yörünqaş, Ömər Qanat, milleti Uyghur olmağanlar bekərək Uyghurunu setişdim. Ata-ananın qinada Xitay bağların Quzat qoşay, Dolqunaysan qoşayların ular setişdim. Çünkü Uyghur'u tatmaydı da senin vicdanın. Uyghur'u tatsa, bugünkü günde manda qilmaysan. Öyküna G'ni benim degan Amerikalik muxbir chiqarib qo'yibdi dunyo Uyg'ur qo'lini masxar qilib. Ko'rib kul ketdimi? O'tir yo'lni tutilgan muxbir hamda shunday olsun ko'rib kul ketdimi? Hamda esqitdilar biz shuncha narsani so'zlayotsak, shuncha narsani deyotsak, ko'mamdikina, bilmamdikina dedim, ammo endi masxar qilib qo'yibdi-da, ko'rib ha dedim. İkincisi, mushu bultuq vaqtda mush Madinay Bavdun, Bekram Tursun, Nabijan A'la, Musharik Qurbanjonlar birlikda bizning mening ma'lamlikka tumba saqchiq berib arz qildi. Xo'sh, Madinay Bavdun sizning amdiyaligi Refiyaninki Obernista Jilil bilan maynatchilik qilib, qo'ngni shu yer berib ishdan aydalganinglar ras. Rasqo o torbatlayib ketgan o ba ishlar. Menda bo'lmasa haqlarni ba saqlab qo'ygani. Sotingiz o'z birlik kelimiz bu kam deb to'g'an ming odam. Amerikada onda jiq odam deb uxlab qolmaganlikki. Sizlar shu haqni uxlab qo'yinglar deysizlar. O chaqda kuchinglar zo'r o'g'ashqa. Hatto shu topning ichida yurgan vayjon, vayjonalloh, vaytova deb qaqirgan ovozlaringizdan tortib, siznikidan qo'ymasammi bo'lardi. Naslaringizdan tortib, shu uchib yuribdiki saqlab qo'yganlar borki, olib qo'ydim. Agar kim yo'q, sen yo'q desangiz, Roshan Abbasnikidan berganlikdek bir tal ovoz qo'yib bersam bo'ladi. Endi o'zingizning ovozda yeni bormisingizlar, siz Roshan Abbas qo'sha Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonlik ovoz artistlari ovoz qilib Gobog'i berdi, Gobog' to'liq Hamidga berdi. Ajoyib ish qilib sizlarningki narsalaringlar. Badinglar, saqchiga berdinglar. Sizlarningki qilayotgan xatolig'inglarni men jinoyatinglarni desam, sizlar adam sağızıp meni tillatqizdinglar, o qara kontda meni qildinglar, men ajrim deb tilladim. Keyin sizlar saqchiga berdinglar. Sizlarning saqchiga berishinglar bilan eng oxirida Bekramning oilasining saqchi berishini bu ish amalga oshmagandan keyin men Xitoy konsulligiga bir necha qitim emas, chiqitim eg'irga qilyaptim. Voy, uni oldida Xitoy konsulligi ubdaroq tekshirish o'tgan mening videolarimni. Ma qitim qista bekaray g'ururi tepdi, tegibdi. Berib baqa yomon bo'lsang saqchiga berolmaysan shu deb tursam, mening o'yinimga kapdi, beribdi. Inshaalloh Xitoy konsulligi Shvetsiya qonunining oldiga o'zi kapdi. Jinoyatchi men emas, jinoyatchi Xitoy. Xitoyning jinoyatini Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri hurmatli Pompeo apandan bekitib qo'ygan bu narsani. Aparib hamma narsani tashlab beramiz. Qo'rqanchiligimiz yo'q. Ammo anda deb sen dedim deymiz. Dedim. Uningdan keyin mening shu videorimni qarindoshlar. Mening shu videorimni Mashadagi bir cho'shq kuchga tarjima qilib beribdi. Bu mu yaxshi bo'ldi? Advokatdan so'rasam, uni davoni ichiga kirgancha olamiz dedi-da. Endi Mashada demak bizning shu aktivist faoliyatlarimizni ko'zdan kechirayotgan, har bir chiqayotgan nimamizni tahlil qilib, Gumambog'i yo'llaydigan, Anchonting yo'llaydigan, hatto konsulga yo'llab bergan ish bor ekanda, mana bu yaxshi bo'ldi. Xitoy saqchi punktlarininki endi Mashada yana bir turli delo turg'izishiga yaxshi bo'ldi. Gülning ustiga gül kiyib ketadi. Munofiqlikni, fashistlikni, sanxaq jinoyatni sanxaq Xitoy hukumati bilan birga o'tkazsang, ozidaga odam sanxaq jinoyatni o'tkazgan sen, qonga kirgan odam sen, men emas. Shu. Onodekkan Amerikadagi Bilal Ibrohim Turkistoniy akamizni Amerika hukumatiga kim terrorist deb chaqdi? Amerikaning diniy ishlar komissari bo'lib turgan Nuri Tulka ashta deb chaqdi. Ukisi nochilik qildi, keldi tayig'ini ashningga. O'zingni jiya menga lata va o'zing askilik qilsa tayig'ini yapsa demay. Adi terrorist deb chaqdi. Uni keyin anadikin Amerikaningki bir ande bir nima kim birsi yozdi bir inglizdan birsi. Uni saqlab qo'ydik. Uningdagi Madina Bavdun FBI'ga Bilal Ibrohim Turkiston akamizni terrorist deb chaqdi. Ya qarindoshlar, bizni kim terrorist deydi? Bizni Xitoy hukumati terrorist deydi. Bularningki mana mushu qilayotgan narslar Xitoyning bilan o'xshash parallel ketyapsa, yana mushlarningki tillasak, ya bizning qonunimiz agar davlatimiz bo'lsa, bularni nima qilyapti? Hozir Xitoyningki jallod Xi Jinping nima ish qilyapti? Do'yin ko'shol kirib bunda bir qarab yiqinglar. Yuqori darajalik, bujang darajalik gapini olmagan lekachani qaslab o'ltiryapti. Hamda u rasmiy yag'im unuqmayman o'zlarining davlatining ishga ishi. Alloh balasini versin bir-birini gap qirib tugatsin.
Bütün şu işki Mongol'dan tatip, bizden Şarkı Türkistan tatip, Xitay olamdı, Aksu'nunkidan tatip. Bütün hemmisini hatta Jorongji'ye depti işki jig'ini chiqqancan. Voy sen bunda tutqun tursan bu Xitoynacha Guansa yetishmay qoladi qo'y deb. Endi anlaganimiz dedi endi biz bu shu torlarni yerime Xitoylarnikini anglaymizmi? Aşinchilik qilyotidi. Nima uchun? Ashlarning ichidami chatal istixborotlarga Xitoyning harbiy ishlarini satqan, uningdan keyin Amerikaningki grajdan o'tgan Xansolar ya Avstraliyaning grajdan o'tgan Xitoylar Aşağıya kirib muxbirlik uçuru uyg'urlanganlarni pasporti Amerikaning Avstraliyaning demay tutyotidi. Hatta Kanadaninkini tutdi-ku. Mingvanjo bilan almashtirdi. Bizning ulug' da'vogarlar, erkinsizliklar şu avtonomni, şu Xitoyning propagandasini qilayotqashqa, shuning uchun Aqsuga berib To'lqinaysaning uyiga berib uni yo'qlab kelalaydi. Roshan Abbas Guantanamodan tarjimani qilib Beijingga berib kelalaydi. Rishad Abbasmi shu, Turdig'o'ja degan ishplasmi shu, Amerikadagi hammasi shu. To'lqinaysaning atrofidagi yurgan mush dunyo Uyg'ur qulidagi asos jihatdan shu Aynur Hashimidan tatib Avstraliyaga kelib bir kunlarda bir kichik bir qizchaq va u shu kirgan Qaysar Mijitdan tatib Qaysar Mijit apandim. Men siz nima shunda bir ulug' odam, bir ustoz deydim, siz mening nazarimdan qanday tushdingiz desangiz, ash Roshan Jaloblar bilan Rishad Abbaslar bilan bir qatorda tug'anligingiz uchun tushdingiz mening nazarimda. Xoin bo'lib ketdingiz siz. Siz Harvard universitetidagi iqtisodiy fanlarningki doktoratingiz. Siz asli ashning bilan vatanimizningki iqtisod nimalarini hammasini ratlab, inglizcha bir materialni yezib, dilyar musobaqaga berasiz. Mana kelinglar akademiklar, ma Sharq Turkistonning jug'rafiyalik o'rnini yezinglar, iqtisodninkini yezinglar, ma u nimani yezinglar, ma o'rin jihatnikini yezinglar deb shuncha qaqshab ketsa, shuni qilmadinglar qaysinglar. Asli qilishinglar kerakdi. Siz men sizga telefon qilib, shunda bo'ldi, uydagilarningki mushtada bir vaqtida shunda ko'nglim berib qilsam, "Ufkan bular aralashma, bularning tegi ondamaynat, mandamaynat" dedingiz. O'zingizning messenger degan gaplarimi bor-ku, hatto Prezident Trumpning ufkan bu axloqni yaxshi ko'rdi, xorlar eski nima deb. Aqlingiz bo'lsa siz asli Prezident Trumpni tillamaysiz, Xi Jinping tillaysiz. Hozirgacha Xi Jinpingni tillab bir narsa yezib baqmadingiz-ku? Bir akademiklar yoki yog'alardan Turkiyalik o'quvchi bolalarni shu joziga bittadan kompyuter tutqizib qo'yib, yog'alarda ahmoq qilib. Chunki Amerikada bazoring o'ldi der Rishad Abbas, Roshan Abbas. Sening kayning o'tirgan odam yo'q-da. Amerikada sening kayning o'tirgan odam yo'q-da. Sening Amerikada bazoring o'ldi. Qaqallarning Yevropada yo'yab o'tganki, Uyg'urning bichadar qo'ylar nerede? Turkiyada. Ashag o'tib dasturxon sasa, xotelab pasa. Anaqanikini bizning bir podaqchi g'uljilikdan biz bu g'uljilikdan podaq chiqmaydi, ama chiqilgan ko'tagan peti, palay-malaylarni kelib advokat bo'ldim deb Nuriyetul vakillar. Uning apsi turmidiki, hamda ashuni vijdon ko'tarib qilayotgan bo'lgan ekan, butun narsani ko'rib. Anaqanikini ma Avstriyada yana bir Slovakiya g'uljilikdan. U mash ko'taradiganiki podaq deganni. Hamda bu millatning Alloh mushtaq qilsa balasini men qanday qiladi qarindoshlar. O'zimizning vatanning ichida shunchalik narsa tursa, men Instagram qarab, ba'zi qizlarnikiga qarab hayron qolmayman. Onlarga Arabga bizning oshiqmi yo quvonli bagin kakkas bermamsa deyman-da. Sop Falastinnikini chiqarib, o'zingni o't kuyib ketdi, irqiy qirg'inchilik qilyotdi. Nurg'un odam o'lib ketdi, vatanga kirolmayotsa, tuzuk ota-onang bilan burunqidek ichilib, yeyilib, yaqlanmaysa yaxshimi? Mushunda ahvol turib, bu Arabning ishiga aralashishni san haqi nima qo'ydi? Dua qilsang bo'lmadimi ishingda bak ishing og'ir ketgan bo'lsa? To'xtamay shuni chiqarib oladi ekansan. U nima ishing bor sening uning bilan? Sen uchun bir ayqiz gaqildimi? Mayli hukumat bo'lsin, mayli puhrasi bo'lsin, mayli kimni bo'lsin, sen uchun bir ayqiz gaqildimi? Men ishlayman ashlar bilan. Men ishlayman shu falastinliklar va Iroqni. Hammasini tutadigan telefonni Huawei Xitoyni shunchaki yaxshi ko'rdi. Xitoy Amerikani urib berdi, manda deydi. Urushib ketma, bog'ib talish ketma ashlar bilan. Buna bularning qalbiga mujassamlanib bo'lgan narsa mushu. Bular ashu Xitoyga yaxshi bo'lib turib, Xitoyning qo'li bilan Amerikan joylarida o'tgan saranguylar qaldishmaydigan. Bunda bir narsaga ish chaqirtishninki hech qanday bir hojat yo'q. Ballarga ham ishimiz og'riydi. Hukumat tomonidan o'zimizga ishimiz og'irtayli, o'zimizning dardi yetib eshib turibdi. Sen davlat qur, ulusal manfaatingni tikla. Sen Erdo'g'an Turkiyadek bunday kuchli bo'l, ya O'zbekiston o'zining Arab birlashmasi, Saudiyalar gapimiz hanga nima haqi?
Bo'pti, sen aşta bir çoğun bir musulmon davlat kuchliroq bo'lib, mana bo'p ketib bar deb degidek nimang bormi? O'zingning xotin qizlaring turmuning ichida rasvoyi olam, odamlaring o'lyapti, ishki organlaring halol organizatsiya deb ishlatyapti, organization deb ishlatyapti. O'zingning bu ahvoling bu bo'lsa, yana haqqi nima bu? Men tushunmadim. Buningdan keyin men yerda Shvetsiyadagi Mirzahmat degan bir akamiz bor-ku, qo'lchilik. Mena bir gapim keldi, men bu ishni boshladim, men qo'yib olmayman. O menga qadam gapibdi, yurga og'riydi. Tegmisingiz, bek og'rib bek bo'laman. Mening onun bilan ishim yo'q. Mening yurgim og'irliqliq bir inson. Uning yuragi ko'rik sog'an bo'lsa, uning yuragi og'riyotgan bo'lsa, o'zi biladi. Alloh balasini beribdi. Bizning shunchalik tayoqlarni yedik, shunchalik til dashlamlarni yedik, ota-onamiz yetyapti, adlarimiz keldi, nurg'un azob uqubatlar keldi, bizning yuragimiz sap-saq bo'ladek turdi. Nima uchun? Bizning yuragimiz toza. Bizning yuragimiz pok. Bizning yuragimizni Alloh asraydi. Undaq iliqib davoning ishiga aralashmayman deb turib elib, o qizlarni Hindistonga avatib, o Mirzahmat efendim berib yetib elib, yanchini og'zingizga taqab saqich chaqirib keling, men xiyolim kirib chiqmaydi. Men sizdan ikki savolni so'rab qo'yay. Siz Qozog'istondan 10 dan kelgandingiz, ha? Qozog'istondan 10 dan keldingiz. 10 dan kelib 2016 da mı Xitoyga bordingiz. To'g'rimi? Xitoyga borgandan keyin sizni Xitoyninki xato viza berib qo'yibdi senga deb qaytirib yetibdi, ko'nglinga yerim bo'lib ketib, Turkiyaga kelib dam olib yenib kelibsizlar. Xo'sh, men bu narsani to'g'ri dedim, ha? Mushundaq Bekram Tursun bilan mushunda bir oila Qozog'istondan kelgan, mushunda berib keldi desam, siz qattiqroq gap qildim. Abdushukur Samsaq apandining yoniga yugurib beribsiz. Abdushukur Samsaq apandi, sizning balangizni to'liq hamid to'g'ri tillab ketdi ekansiz deb o'zingizning masalasi o'chi demang. Bekrammo saqcha mamabda texochaqda Abdushukur Samsaq apandini oldiga chiqarib qo'ymoqchi bo'ldi. Shu Abdushukur Samsaq apandini oldiga chiqarib qo'ymoqchi bo'lgan odam shu nimani shu saqchiq bermoqchi odam nima deb shu saqchiq bermay o'ttirib bu yerga Nadira Madashni ayolingiz orqali avatsiz. Nadira Madash izlab kelibdi meni. Bu yerdagi. Voy ukam, sen bilan bir ko'rishsakmi o'pkizib qilgandim kelsan. Bo'ldi dedim, bir kafexonaga kirdik. O'tiranga dedim. Qaranglar. Ukam men ularga jon jahlim bilan men javob bermay, undaq odamlar emas dedi. Voy siz bilmaysiz, bu qo'lchilikni men bilaman. Bularni, buning inisi anchanchi ishlaydi qo'lchi saqchiga desam, yo'q ukam u yetib chiqdi, o millat paraz deb uni yetib chiqibdi deb boshladi dedi. Kulgim keldi. Shuni talashmadim, hamda bu adimizni men hurmat qildim, yaxshi ko'rdim, burundim. Voy ukam deydi meni. Tirishchansan inam. Andaq-mandaq deb. Inis bilanmi yaxshi o'timiz, jiyaning ballar bilanmi yaxshi o'timizda. Bo'ldi ada unda bo'lsa nim gapdi desam, shuni demay to'sang, to'xtatib qo'ysang dedi. Bo'ldi unda bo'lsa dedim. Shundan bilan shu chaqda ular yig'lab uya-buyaga berib manqisni yiqitib, Rayla Kamal degan. Shundan bilan manqisni yiqitib uya-buyaga berib yig'lab, eng oxirida sen saqchiga bormoqchi bo'lgan odam, Abdushukurning bormoqchi bo'lgan odam, sen nima deb yana bu ayolni ishga solsa o'tirliqda? Men bilmabman, yaqinda bildim. Sen naqadar ish qilsa, Mirzahmatday, seni men bilmamdim. Men Abduvali Muqitbag'o'mish qo'ljininki cho'ngi kesilib ketdi-ku. Sening uyingga tushgan chaqda men yuragim jiqidi qildim. Tushundingmi? Men degan Abduvali Muqitbag'da chiq. Mening uyga tushmang. Men bo'lmaydi, men qalayimqan gap qilman mening uyda degandim. Sen men ila Kosmonovaga mana Abduvali Muqitbag'dashni yana bir cho'ngapimizni opirib o'ynatqina qilsam, shu yerga sen taksirani aytib akagin ketdim. Jura ukam bizning uy boramiz dedim, tamoq chaqadim. Men bormadim. Men unda birchin tamoqqa birchin lag'manga setilib ketgan emas. Onun oldida bir qitim borgan sening uyingga. Onun oldida bir nazaringga berib, men sen uchun nazaringning ishlarini qilish berib qoldim. Keyin seni asta-asta asli yuzingni ko'rgandan keyin seningdan eng oxirgi vaqtlarda shu cho'ngdadimiz kelgancha. Shu cho'ngdadimizni nim deb kesibdi qo'ljinon bilamsa? Asas Sulaymonning ballar bilan ko'rishibsa, Asas Sulaymon bilan ko'rishmoqchi bo'lsa ekan dedi. Bu odam sening uyingga tushgan. Sen bilsa boshdan oxir sen aralashtirib yurgan odam. Sen bejong berib ajiba ishnas demedingmi? Sen Qozog'istonda sen bütün Qozog'istonning 10 dan Birlashgan Millatlar Tashkilotining kelsan, seni 8 soat tutib olib, hech narsa qilmay, xato berib qo'yibdi konsul senga xato berib qo'ymadi bizni. Ha?
Sen mi bu yerde kimning o'ynab ketganini sen bilmaysan, men bilaman. Seni kim konsolga qanday kirgizib, uyaga apirib sening ishingdan nima oldi? Sen mi axir ilinding? Shuning uchun, ilinganing uchun senin qizing Hindistonga bordi da'vo qilib, senin qizing Erkin Akramning endi yurdi, hech nima bo'lmaydi. Shundaymi? Sen hech qanday da'voga aralashmaydigan odam, amdi qopib, mana shu Nuriy Turkiyaga kelgan chaqda ashada o'tading. Rahim hacimlar bilan Dilshod Raislar bilan bir qatorda o'tirishding bir necha. Dilshod Raislar yomon bo'lib ketgan bir sifatda emishadi. Oqtog'liq, qartog'liq o'tading. Haqqaysingning keyinda bir kuch ashaga akiladi. O kuch Xitoy. Yana birisi oldin tijorat qilib Xitoy kirib chiqqan tutqizib qo'ygan yering bor, ya bir yerda ilinib qolgan yering bor, yana birisi sen Beijingga bording. Ashu Qozog'istondan 10 dan kelgan odam, ashada turib qolding 8 soat, sening ko'ngling yerim bo'lib Antaliyaga ketibsa ballaringni elib. Vay, bir dinning ustidan tik o'tadigan oila manda peqraysa, bir so'mning pulining ustida mushta pir peqraygan odam biletdan kuyib kelsa, yana Antaliyaga kelib. Sana Xitoy konsul Vezbaga jajab sening jaddi jamoatingni, avlodingni surishtirmay, voy Mirzahmat jurnalist keling deb beribdi-da. Ukam anchanje ishlaydi xo'jaligingizda. Sen qayerda jurnalist bo'lgan narsasan? Xitoyda jurnalist bo'lgan, Xitoyning propagandasini qilib yurgan narsa. Qiyningni bor seninki. Balaringning shivitchisi ne kadar yaxshi bo'lgandan keyin, balaringning shivitchisi ne kadar ulug' bo'lgandan keyin sen sotqa ver, ya saqchiq ver manda deb. Yetib olmamsan. Javobni olasiz. Sen bana boshqa yer uchrab qoladigan bo'lsang, men sendan savol so'rayman. Qalamimni ilib, daftarimni ilib bir yerda mushta Baka Mirzahmat ismidan savol so'rayman, sen javob berishing kerak. Sen şu çağda sen ketkenliğin kim mi? Şu Behram ketkenliğin kim mi? Bizden ailemizde bulayım. Ben fakat Nadire'de şunun yüzünden toşuk yakımı kanıttım. Kayış günü ben Abdüşkür Samsak efendimden şunu anlayıp şunu da cüdünüm tuttu. Ve cevaptın alesi ya. Ondan siske taygo toğudak peylerini çıkıp sağırıp Ahmet lakta kop kapsa ece kız darakta ısılgan. Tıkı akademikte fotolarını arsa kırıp çürersin. Appağın da akademik mi? Cevaptın alesi sen? Ha? Minitik saqçılamak için olmadı. Bir bahsa olmadan imdap Abdüşkür Samsak'ını küçük etse. Berenmeysen de sen. Zıvanыңды sikey münafıqla. Münafıq olmay nemesen? Sen dava qarashmaydi adamdın go. Ajab qurultanıp ketmen chip ketdin go. Ha? Uluq ish qilatamda. Senin qizing ash indigenasning nimaligini bilmem da. Ma ishlarni ko'midingmi sen? Nomussiz. Tüy sana. Lanet deb ko'r. Xudoyim shuningga sana ashta ag'riqlansab qo'ydi. Tushundingmi? Ashunda rahatsiz yashaysa. Qiynalsa, azoblansa kechalari. Bizga o'xshash ota-onamiz turmada bo'lsa-mu, ichimiz achchiq bo'lsa-mu, bizni Xudoyim asraydi. Birinchidan tamoqni yaxshi yeymiz. Ikkinchidan uyqumiz yaxshi, uchinchidan salomatligimiz alhamdulillah yaxshi. Senlarninki ichingni vash bir qurt yeb ketir. Po'qing bo'lmasa o'zing borsanmi deb tushkursam seni kuch ketkicha. O'zing bormamsa saqchiga. Unda odam yana nima deb o'tirliq nadirada salisa. Eliqi xotiningning satligiga mushunda dobda ko'p ketibsa, nomus qilmay mushta qizlarni to'rab tushib ketir ekansan, naynaqshib yurib ketsa ekansan, biza xijil bo'l, vatanda odam o'layotdi. Nomus qil. Texi avval Abduvali Oyibning eliqi dalta Yapondagi dalta mingit bir sanglisi var. Ketib o'ldimi o jalab nim bo'ldi bilmayman. Yaponda shu arpaylik qilib yurgan narsa. Yapondagilar voy ketmang desa o'zi voy biz Xitoyga andaqmanda men ishim qilinmaydi deb ishinib ketibdi ekan. Yapondagilar o'lmadi-ku, hamma odam aska emas, u Yaponda cho'chqining kichik emas. Yaxshilari bor. Shuningga madiya she'rlarini yozib ketibsa. Xalqingga yazsangman deb podaqchilik qilib Abduvali Oyib qazmisanmi? Abduvali Oyibning Juhaylanning katib ekanligini ko'midingmi? Rayla Kamal degan. Sen amdi ko'man seni qanda uyquğunun aqaysingninki amdi kirma. Saqchininki kirdiq-ku ma'uz konsulnikiga. Abduvali Oyibninki she'r, sen narigi she'risi kim sening dadang? Biz bilmaymiz sen saraliq so'lan, bir son Yamatodan, bir son Jeluzdan kelgan qizlarni, bir son To'qqiztaradan Norvegiyalik bizsan. Saraliqdan kelgan qizni hechni bilmaysiz, hechni ko'rmagan yangi Shiji asmi uyingni ishqalini qo'yib qo'ydi ekansa, mashinasangmi uyingning ashqaqni ko'rsini hechni ko'rmagan sarang past solamchilar.
Dilshod Raisning uchun bir gapi bak to'g'ri. Fikam bu nahiyadan, shahardan, atlab nahiyadan, yezdan, nahiyadan atlab kelib Mishakaga har qanday ashta kuyning har qanday satmidi degan chog'da Nurg'oyada shu satadi. Ayollarning qo'lida hech nima bo'lmasa ko'sarni natchada o'lqib keladigan. To'g'ri Dilshod Raisning. Aşınlaq tövəniyyədən yuquriyəgi çıxıçılıq arlıqda yezidən atlab pasport becirib, nahiyə kilib, nahiyədən kilib, qal arlıqda sən xaq neçə adamını köydürüb, şunun üçün sən xaq vətəninin içindəki nurğun bayla solinib getdi. Vətəninin içindəki Türkiyəyə çıxıb nurğun pul verən atışlıq bayla, hotellik bayla solinib getdi. Sən xaqını iş qıvatamdikin dəb yoşuruncu bərsən, sən saçı punktləri ançancı yetkizə aşla kesilib getdi. Mesela Nurtayacım, o ışık temine degem yok. Çıklara bak. Şunun için kalkışayım. 4. temada Dünya Uyghur Kurultayı'nınki bayonatçısı Dilshod Rais efendim. Yaponiyaga verip, mening uyimga baranmaydi, mening uyimga kelanmaydi, işte tordilaydi, deb siz men uyingiz oldiga muxbir avatma xotirjam bo'ling. Tushundingizmi? Sizning uyingizdan oldin men shu kishida yurgan-ku bilasiz. Endi uningga tenib olmaysiz hamda ayolingizmi ko'rdi-ku. Mehribonadash ko'rib, fikam dedi. Qattiq tillang bu azlakni dedi. Men 10 yil adam qilolmay, mashni tashlab ketgan. Men 10 yilda buni adam qilolmagan. Bu rost eski. Ko'ring ada dedim. WhatsAppdan tashlab berdim. Ichib serib berdim men buni. Sen qattiq tillang dedi. Öke yana telefon qildi menga. Biz telefonlashgan to'q. Qattiq tillang fikam. Yana bir yerda ismini chiqarsam, mishariklar shu xato yetkazdi ekanda. Xato yetkazib, shu sizni birimda o'xshaydi ekan, meni birim dedingiz, men fikam deganda siz avval anglang. Yani jidalga sanmoqchi o'xshaydi dedim. Keyin gaplashib, qattiq tillang fikam dedim. Sening uyingga baranmayman emas, Dilshod Rais. Xotiningning, necha xotiningning uyiga berib qo'ygan-ku men. Endi xotiningning dumbisining qanday yer, menga qanday so'ygal va shuni deb beraymi ya? Shu qaldimi endi? Avatning-ku, men pulni olib ber, ani qilib ber. Mashinasi buzda qolgan mashina bilan qildik-ku biz. Bava minasa. Unda bo'lgandan keyin qara, lavozlashmay. Qilib qo'ygan yering bo'lgandan keyin jim o'tirasiz. Satlashib, Erkin Akramning qo'ltig'idan chiqolmay, yig'iladi. Ko'ribdi-ku, Farruxjon odam. Ashning kayni yugurib yurganini. Endi Nijat bilan Erkin Akram o'choqdalik ayrilib chiqmagandan keyin Erkin Akram Nijatning ustozi bo'lgandan keyin desa, azroq bir narsani olsam, men bir anglab baqsam, shundan qarta qarishliq ko'rsatsam deb. Bunda o'yildingmi, yaqinda o'yilding, uni uqmayman. Sen saqib ketsa, sen sarangligina, sening saranglik kelishgan va shuning uchun ba'zi narsalar ochiq o'tirib chiqmayotdi. Sening oldinga men muxbir avatma xotirjam bo'l. Chunki sen Nijat turg'un bunda debsan-ku. Menga degan-ku endi o'choqda. Sening kasabtingdan mening singlimni akitibdi. Mening singlimni akitibdi. Uningdagi men degandan, "Voy sheyxoga akitibdi-ku, bo'ldi, qo'yib ber" debsan, balkonni degan-ku. Men gaping anglamadim o'choqda. Shuning uchun men Mashivisa bexatarlik idorasining oqo'yilini men o'zimga bo'shan qilib olgan. Tushundingmi? Sen meni qanday ishlarni qilmoqchi bo'lganingni men o'zimni ap bo'lgan. Men Bobur emas. Men Bobur maqsad emas, Dilshod Rais. Ben Zübeyra emas, inimni achisini, inisini bir oblimet o'ltiribdi deb yig'lab ko'sar bilan ilinib qilib, seningda ben qo'sh taqnaysizlar mehnat naslar bo'lanki. Fikam ikkisi deganni uchrashtirmay turib ikki chaydondan qirdim yana shuni o'g'itaman deb. Sen meni xato tunib qolding. Men u odam emas, sening o'ylaganingga emas. Ben sen hamma gapni shu intil degan. Mavuni berma, ma ish bitdi bo'lib tugaydi degan. Lekin sen mening nurg'un ishlarni bilib ketganligimdan keyin sen men shu qilmoqchi bo'lding. Lekin ashrammadan amalga. Xo'sh, sening nayt shu akilima deb ketgan bo'lsang, shu yiliq adanga onada, adanga manada degan shu ikki ovozimni shu akasang nerdan kelsa, Xitoydan kelsa. Xitoy nima uchun sana berdi uni? Bo'lsa kelasa shuni shu. Bo'lmasa nima kelsa, achangning yerine kelamsan. O'zing deding-ku, "Voy bu tozi yaxshi bamabdi gap, mening qulqim kamida" deb desam bara shu. Sen mushuni debsanda Nijat turg'unga menda ana bir necha ovoz baying namoyishga chiqqan vaqtimki. Menda ana bir necha ovozlar bor, bir yerda ovozlar keldi, ishimiz bir yerga berib kelaylik. U bu debsa yo'qab ketibsa. Bah. Ya bo'lmasa shu ovozni sen chiqarsa, men seni hamda majburlab akirmam shundan chiqar.
Sen nereden ekersen meyle, benim kanlı avazım bolsa men qo'rqanchiligim yo'q. Men senga mana desam ani, mana desam mani, mana desam mani deb chiqarib bermem. Gerçi Zübeyre o materyalni ekermagan bo'lsimi? Gerçi o Zübeyre o demokratik Xitoylarda o materyalni olmagan bo'lsimi? Yetarlik narsa bor-ku. Bo'ldi, tugidi. Shuning uchun sen saqib ketsa, sana qaragan chaqda mush mehribonga ayoling ganjanjima xeli o'g'ilval chaqda chiqib bor. Qilgan ishni qildim deydi. Bag'am men cho'l dokumentlarga berib qizimni akeldim dedi. Sen nima dedi toza? Tazirlar bu eski narsa. Men 10 yil adam qilmagandim. Tushundingmi? Sen ash xotiningninki bir guantonga 2 kilo guantonga siypasun. Men avratlarimning tukidan bir 50 gram beray. Ayliq uydagi o'ris xotining iliq cho'shqining va singiridan aqtidan azroq akilib 3 kun qaynitib suyda bilan tush bilan cho'shqini ichib bersang bir haftada sallamaza yaxshi bo'lib ketsa. Sening meyaringning sal nimdavatsa, nimdamatsa sening sal yaxshi emas o'xshaydi. Men sen qo'yay, sen ma biz boshto'ligichlarning qinini sho'rab ishkuychi tushundingmi? Ayada Uyg'urning qinini sho'rab ishkuychi, meyada biz ma boshto'ligichlarning qinini sho'rab ishkuychi. Tushundingmi? Men sen qo'yay. Voy Avstraliyaga kelib polatni aralashtirib saldırmay kiliseti. Bu narsalarga sen ço'qim kilasan. Men sana qo'yay. Sening oldi bilan sarangliq kinishkani tatib etirganning ishini qilyapman. Oldingi muxbir keladi. Sarangliq kinishkining javobini sen berib qo'ygandan keyin seni o'ng holatga kelgandan keyin uningdan keyin hammangdan hisob olaman bir-birlab. Bo'lmasa seningki nima ishlarning oqibatida nima yuz bersa, nima po'xlani o'zingga chiqib yani dandirib yoki santerix plan berib ular qiyatım adamsa, uxlab tushing o ketdi. Nurg'un sening sayohat qilgan, nurg'un dunyo Uyg'ur qoldirdik. Mushunda yurgan. Nurg'un qilgan narsalar bor. Amaliyotda Shvetsiya bexatarlik idorasi 2008 da tutgan Babur Maqsudni kim dunyo Uyg'ur qoldirib akeldi? Dilshod Rashid. Kim uni muxbir bilan tanishtirdi konsuldiki? Dilshod Rashid. Sening isming chiqmaganlari bor. Amaliyot Shvetsiya bexatarlik idorasi Saponinki raportida bu ko'ringan faqat kichkina beliq, ko'rinmagan nurg'un cho'ng beliqlar buning ichida laylab o'ynayotdi deganning o'zlam san haqninki Xitoy saqchi punktlarga alohida. Ayni vaqtida shu ma'rif jamiyatning ichida shuni bilan kim ajoyib yaqindi. Kelli bir dil shappi o'zgarib tonimaymiz deb bir yalag bo'lsa, Boburning kelini voqeada Qur'on tilovat qilamiz. Sen bilan jugan o'shu. Sening tashkilotingning ichida jugan o'shu bash mazlatchi bo'lib. Voy xo'talligimda yo'ng ep jugan o'shini. Endi bu yerda ulug' zot bo'ylab ashtasini ash ovozni dashatrash cho'qim akal. Bo'pti bu akalar sen akalanmisanmi? Bakramda Qozog'iston berib, O'zbekiston berib aksiya akab bersinchimi? Shunday gaplar qarindoshlar. Bu Xitoy konsulninkida bundaq nim qilganda men qilchim qo'qab qolmadim. Men bormishada. Men to'g'ri Hamid har vaqt sizlar bilan birga nahaqchiqlar bo'lsa chiqib yetkizman. Albatta, birisidan pulni yilib olgan, birisi menda bo'libdi, undaq da'vo dastur so'rmayman. Men so'chcha emas. Mening qo'limdan ham kelmaydi u ish. Qo'ldan keldiganlar bo'lsa qilsa bo'ladi. Men isbot bermay yoki ani bermay, mani bermay demasam bo'ldi. Masalan, Rabiya Qadirning o'zidan degan gaplari satqan narsalar YouTube'da hamma ovozlar turibdi, yo WhatsApp to'plarlar yoki turibdi. Men kerak bo'lsa ham izlab so'rab topaman. Shuningga qarindoshlar, yana desak yana shu dunyo vaziyati o'zgaryapti. Ota-onangiz o'lib ketishi mumkin. Xitoy jinoyatni yo'shirish uchun qirib etishi mumkin. Ammo men degan chaqda aloqa ega chiqib o'ydim. Menmi parlamentda chiqyapman. Gollandiyadami ota-onangiz kirib ketganlar. Danxaqdagi shu ICC'ning oldida turinglar. Amerikadagi qarindoshlar haftada 2 kun turinglar. Men Germaniyadagi qarindoshlar turinglar. Kirketkeler. Mende bilen bazı balla alakalaştım. İşte benim 24 yıl keşfedildi. Çıkmam sen. Nereye çıkmam? Hükümet binasında tu. Bir günü değişeyle bir vakit nememiz, atanımız kirketkeler. Şu vakitte turup tan nakmeydanda tan kılaydı. Birinin küçü kalınca bunun küçü zor oldu diyen gap var. Bunda yatayıversanlar, bunda kılayıversanlar, ve Arap ki çağırsanlar, yani birinin ki çağırsanlar, bu yakışınmaydı. Onun dikken, şu 10 kanattan Müş imza çıqqandan keyin nurg'un tashkilotlar logolarni Dilyor Musaboyev apandimga berib o'tgan bo'lgandan keyin bir ish qilinglar. Atrofingizdagilarda bir yosh akademiklar bo'lsa, Dilyor Musaboyev apandim men yolg'iz qoldim deydi.
Ökün to'g'riga chiqib ashgapni dedi. Endi bu bir nomus, biz uchun nomus ish qarindoshlar. Bir odam chiqib shunchalik tirishchanlik ko'rsatib, shunchalik bir ishni qilib shu yerga akappaganki, yana da bilim yangish beringlar. Mening bilimim yo'q. Men o siyosiy bir narsani bilmayman. Men shu to'g'ridan o'qib, ko'rib, G'ulam ustoznikini anglab, Dilyanikini anglab, Saliqnikini anglab, Abdat Nurajim dadashnikini anglab, boshqa qarindoshlarnikini anglab, boshqa qarindoshlarimiz to'g'riga chiqargan, chaplab qo'ygan, hatto grafik qilib sizib qo'ygan ko'rib, biz ichilib o'yg'andik-ku. Nima qilamiz o majbur uxlayib, yog'lanib, ko'zimizni yumbaylab. Bizni baribir bu narsa g'aflatga keladigan. Siz har kun rohat uxlayapsiz, qarindoshim. Siz har kun shunday yaxshi yashayapsiz. Bir xil ro'yi iskanch yo'qmi sizda? Sizning ota-onangiz hech nima bo'lmasa, sizlar berib kelsangiz, ashtaq bo'lamda. Vatandagi millionlagan qora ko'zlar pildir qilib turdi. Lagerning turmining ichida ichingiz og'irmamda. Qarindoshlar. Da qilmaylar qarindoshlar, yaxshi bo'lmaydi. Beringlar abalinglarga yolg'iz qoldim deb. Qani shu bergan 20 tashkilotmi, 17 tashkilot logikangdan beribsizlar. Qo'zg'atinglar. Diler Musabe efendim, keling bir ish qilaylik. Sizmi jimib qoldingiz? Tomaris xonim keling. Voy, Ruqiya xonim, Turdish xonim, bu Erkin Akram boya jig'ayar nima qildingiz? Siz u yerda tursangiz, bizga yaxshi bo'lmaydimi ta'siratli mana ishning? Danglar, chiqinglar, biz odam da'vamaymiz biz. Tumanglar Alloh mehnatlaningda. Danglar. Yoki o'yin o'ynatamsizlar ya, mustaqillik qalbga kirib. Nima ish qilyapsiz? Diler efendim yo'qolib ketdingiz. Tomaris xonim yo'qolib ketdingiz. Qani bu tashqi ishlarningki Amanulloh efendim. So'ranglar, bu yolg'iz men so'rmayman, men chiqib sen so'rsang bo'ladi, gaqsang bo'ladi, yo'qa kelsang. Adamlar sizlarmi? Yaslanan degan ovozingdan qo'yib berayman men telefonda hozir. Sharmanda qilib aqaysanglarni. O'zinglar danglar. Desanglar bo'ladi. Diler Musabe efendim o'zi degan bir yerdan bir iddia chiqqaniga uning javob qaytarsa, demak uning ma'lum bir ishi bor degan gap. Diler Musabe efendim savol qo'yinglar. Tomaris xonimga savol qo'yinglar, Amanullohga savol qo'yinglar. Ruqiya Turishga savol qo'yinglar. On qanot tutgan ijod turg'unga savol qo'yinglar. Nima deb uyalar jursa, yoki nima deb bunday qilsa deb, men har qachon hech tarafdagi odam emas. Men o'tturdagi puxra. 1% talantdan keladi, 1000% tirishchanlikdan deb men talanti va Dilyar Musabayni ko'rdim. Haqiqatan talanti va bir millatni yetaklaydigan lider, ammo 1000% talanti va Salih Xudoyarni ko'rdimda. Çömölədək men vaqtda aşbala hozirgacha to'xtab qolmadi. Atrofidagi ustozlarmi naaytdi paslashib mangadiga. Ammo balaninki talanti o'chib qolmasin. Tashkilotdagilar biza ruhliq bo'linglar, erkaklar bo'lgandan keyin bir singlar chiqib, Dilyar Musabay men deganki aytsa, men so'zlanglar, ikro etishni o'rganinglar. Menlik aqlamdan deydi. Akademiklar kelinglar, vatanni qutqizib olaylik, tuproqni qutqizib olaylik. Qarindoshlar, bunday qilmanglar. Ülep gelsek mi ülep getimiz ya qarindoshlar. Ülep gelsek ülep getimiz. Ben milletçi bug'unim bilan ben Uyg'ur milletçisi, ben xo'talikni o'chkurmayman. Qashqarlikni o'chkurmayman. Uning uchun munofiqlarni o'chkurmayman. Mesela Sayfiddin Aziz'ni tillagan bo'lsam, Ahmadjon Qosimni tilladim. Roshan Abbos Atishxonsa atishda tillagan bo'lsam, Ahmadjon Qosim mo'g'ulchilik. Bakram Tursun mo'g'ulchilik. Hozir tillagan munofiqli bo'lsa, qaysi shahardan bo'lsa, tillaymiz. Ahırda bir qiziq gap batdi tushungan degandim. O'chib ketib qopdim. Malayziya hukumatida bunda bir ish bor ekanda, endi Malayziya hukumati shu Malayziyadagi musulmon qarindoshlardan Uyg'ur musulmonlarga biz yordam berishimiz kerak deb, ammo dinga moyilroq Umar nimalar dinga moyilroqlar shu Hidoyatulloh ajimlar bo'lgandan keyin bularga deydiganda biz işte xalqdan pul yig'ib sizlarga 85%ni beramiz. Endi bular ana xiyolda bularni qurol ko'tirdi, mayli mujohidlar deb o'ylab qopti. Bu cho'chqalarning yapichiligini bilmay, nahaqchilik qilganini bilmaydi. Endi ular o Uyg'urning otida yashamagandan keyin ela qarsilar o'limolar birligi, ela islom adillan yig'in ichib yog'an, ela Turkiyaga nahaqchilik o'ylab avatgan Suriya Uyg'urning Uyg'ur qilgan zulmini ular ko'rmaydi. Biz bu ovozlarni ratlab tarjima qilib malay tiliga u yerga ayvatimizga bular millatga chiqib qurol ko'tarma degan kuni uxlab tushay bularninki. Buzidi butun. Elaqa Suriyadagi mayliq general unda general unda maxfiy qilayotgan odamchi unda general deb chiqib olmaydi u yerga. Ash ilm ashirpidikilarmi elaqa Qosim Jurat u bo'lganlar mo'shlarni shaptat Qashqardan Oqsudan yana bir talpin kuchadan chiqqan pepe to'maq qo'ydan shu.
Aşı ballarını maşa şunfincan işlesek haram, bir minbe işlesek haram dep olcunan ballarının ideyasini bulgap, aştan içinde kanğı milevetti. Meyada Suriye'ye yollap milevetti kanğı. Haqqaysanın nari olculuk yağançı güyle haqqaysanın atı buvanğılık vahabi gülen apçıqıp alt şəhədin mayaga bizden olcuğa. Ses dep olcunan ballarının mınısını burap, jüyüp, qırğınçılıqını sanqaq qilishpadan Xitayga. Sanqaq acaba ülep ketmep sana? Bu vatan deganlar, vatan üçün deganlar ülep ketdi bu. Sanqaq bu şey uluqları şuarlan dolaydı qalacak ülep ketmeye şeykes. Ananız kelanda dolar xərcləməmsə haram. Türkiye mi sekular devlet diyenge, İslami devlet diyenge emas mı? Hem nesbar diyenge, xərcləmə TL'sini haram mı? İşletmeyince kız iPhone'larını, utama ayrıplarla haram. Kim anan abbaq raqbilan jü Pakistan'da partik jü ve halle pehallede ananız ki yermen Arap bulanmagan, yermen Daesh bulanmagan jalaptanları. Numus bedbaxtlar. Ya adam bo'lishimsa qaysing ey? Şu ucunan ballarını sanqaq doğğa tikib etib chikatgan nimalar. Qaysing bo'linib. Vatanning uchun o'ldi bicharalar. Şehit ketdi. Sanqaq men yashayotsa ko'doq. Chiqarib etibsan meni bir necha aqidlarimni to'g'ri Hamidning narsini yo'llama, uning yurak berdikan sanda qilgan. Tüy munofiqlar, vijdonsiz bo'lar. Sanqaq titamamdim men ham. Mijadim baqo bashir qilgan odamlar avassan bo'ldi oldimga. Chiqib gaplashalayman lubuysidan. Ekronni chiqib gaplashmay, ovozini etib turib gaplashmaydi, sandab qo'y. Shuning bilan qarindoshlar, bu Hidayatulloh O'g'uzxon Malayziyaga borar ekanda, Malayziyaga borganki buni Umar Qanot ma'lum qilgan ekanda, Umar Qanot ham chashunmaganki, bevos teri va tension ulandiga o'xshaydi. Tit pul bor degandeklar ketdi ekanda, bular shu. Qiplar. Bu Umar Qanotmi sheyga borar ekan. Borgandan al Malayziya hukumati Hidayatulloh 85 ni berib, 15 ni o'zi nurg'un pulda u. Aka Umar Qanot berib bazani buzdi ekanda, menmi Uyg'urni ishni qilmayman, mundaq deb Nuri Tulkulan diniy ishlar komissar tushgan rasmlarni bunu satır ekanda endi Uyg'urni. O 75% Almaniyaga Malayziya hukumatiga qo'sha qildi. Shunda Malayla ishlaymiz desa, Malayla ishlaymiz. Malayla ishlaymiz desa, Malayla ishlaymiz deb oxiri o 85% ni biz Uyg'urlar tegadigan, 15% Malay hukumati olganlar 60 qopdi. Xitoy to'g'rildim. 85 ni Malayziya hukumati oladi ekan, 15% ni ishga geksa oladi ekanda, ya'ni urushibdi. Ham bular nimaga shundan nochilik urushidi ekan desam, asli Madina Abdullohning Umar Qanotlar men chiqib bak sap ketgandan keyin bu Ma'rif tarafdan birasiga tegib qo'ymagandan keyin bular o'zining zo'xinlikda kushapdi. Andan keyin oyoqda Roshan Abbosning ovozini chiqargan hozir Roshan bilan men ichida olib ketdi-da bular ilaqa. Qattiq ham olib ketdi. Men asli o'ylab qoldim, ashchaqda Roshan Abbosning ovozini qo'ymasam bo'pti ekanda deb. Hozir bular bir nima bo'lsalar, o'lmalar olamdi, Ma'rifning olamdi, Roshan Abbos savol qo'yib oldi ekanda, to'g'ri Hamid qandaq degan ta'no javob berapsiz deganki, unimi zuvan tutildi ekanda. Shuni bilan Roshan Abbosning yana bir taktikasi bor ekan. Oblikim xotanliklarning ilaqa xotan hissiyatini o'ynaydi ekanda, ilaqa yurtlik hissiyatini o'ynab, yana ashdan ichida uni buni qilib, yana yashab ketdi. Ya to'bu yoqani shay desam, yoqa Muşundaqqa qarindoshlar, mushundaq setib, mushundaq ayinlab, mushundaq o'ynab yuribdi bizni. Ko'zinglarni echinglar. Men bu hamda mushu Xitoy konsuli bilan bo'lgan jidilim. Men Xitoy konsulida qo'yib qo'ng'i sikma jalabni oldim, men san deb qo'ydim. Xi Jinping va Sauni manangizga legozgoy. Men saqaqning tashqi ishlardan ya konsulni qo'yib opamdan ham dedim, men birdan so'ramsam, qo'ng'i patriotma jalabni oldim. Yana dedim, yana arzi qilsaqchiga. Bu sola qo'ysam meni. Menim apir tarjima qilib berma yerga. Küçük munofiqlar. Shunga o'xshash qarindoshlarim, o'ng qanotdagilar harakatga o'tinglar. Akademik ba'zi bir munofiqlaring bo'lsa-mu, o'shani tepib, astirtdan dunyo Uyg'ur qurultiyidan qo'rqsang, yoki bir nimadan qo'rqsang, Qaysar Mijit yoki Nabijon Tursun, yana birsan, astirtdan bo'lsa, yezib ba abalaga vatanning bir nimalarni akademiklar men kerak manaslar, manda yozadigan kitoblarni kech-kunduz o'qimay bitirib ba abalaga qısun işini. O yalnız kaldı, ben de çıktı ekranga ahire. Qine bu qağalları, teşkilatның içindeki. Çıkınlar, o qarab tumanlar. Yaqib turunglar, o keşkçi ruqiya turuşlar resimga tushib, qo'yib, u yerda aniq o Zumrat Davudlar resimga tushib, uning bilan ish olmaydi. Hukumatning beringlar federatsiyada nima qilasiz bu federatsiyani? Nechchiga bo'lib bu dadangli hukumatning ichida o'zingni federatsiyada bu Zumrat Davudni aka binonlar uyaga opirib pul deb qashaydigan
Hayatning payziga sizlar sho'lay dedinglarmi asta-asta bu 10 qanot yig'ilmagandan keyin unda bo'lmaydi. Vatanga kirib huquq tutilgan nochilarga menda ovozlaringlar bor. Qo'yib beraymi? Qilinglar ishni o'tamay yerda. Nima Erkin Akramning bu yerda? O bir jalopning olisi o apsida qanday qo'yib atganda dadasinikin men bilmayman ana. O'ljiqning ishini apsi 5-yurtning o'qituvchisi. 25 yil multa taqib keldi Uyg'urni. Hozir davr emas, yetib keldi strategiya. Uni apangni bilmisiz? Dadamning strategiyasi, apangning strategiyasi kirib, sen chiqib senga jalopning olisi. Bu strategiya degan bir kunda bo'lgan narsa emas u. Oldirmay keladi u. Sen şu tayyorlik qilishing kerak. Hozir zamon makan yetishmay zamon. Endi ulguralamsa, Erkin Akram degan sarang so'lamchi. Endi ulguralamsa, indigenistning ichidami sening qo'ling bor. Bütün ma'rifning misharmishi, bütün strategiyani tuzilgan sen so'lamchi. Bütün nacharqilikni qiladigan. Hozir vaqti emas, hozir vaqt. Vaqt kelibdi-ku mana. Vaqt kelibdi-ku. Tayyorliging bitdimi? Bitmidi. Uyg'urning BDTning ichida 0 dan tova o'rangishayotgan. Asli BDTning ichida qiladigan ish emas. BDTning ichida qiladigan ish bo'lsa, Cumhuriyetçilik Partiyasi Pentagon surgunda hukumatni kimning ayar aşmaydi Amerikada White House'ning ichida aşmaydi Anwar Yusuf Turani bilan. Qiladigan yering ayrim. Sharq Turkiston masalasiga voqo qara. Hozir lobbichilik qilmaysan, butun dunyo qiziqdi. O'rta Osiyo qiziqdi. Nimish O'rta Osiyo qiziqdi? Liq qarz olib ketdi. Xitoyning parchalanib ketishini xohlaydi. Chunki Xitoy parchalansa qarz yo'q bo'lib ketadi. Hukumat ag'dirildi degan gap u burun kelishim hamda tugaydi. Chunki uni Xi Jinping prezident Trumpga deb bo'lgan biz Chongsalsa 2 trillion dollar yordam bergan pulni berdik shu hukumatdan ol degandagi ish tugidi. Bu Amerika va Xitoydan unda jiqqazni bekor olmaydi. Boshqa davlatlarga al deb shu Amerikaning maxfiy qarchamadonni ko'targan odamlar kirib planni tuzib berdi ba'zi davlatlarga chiqitish uchun. Xitoyning ichiga tiqidi bir baloq bir yo'l kir, bundaq Uyg'urni qurbonlik qil bo'pti, ko'zini jumbal deganlar, o davlatlarmi shu Xitoyning qo'yniga kirib ichidikini bilish, ya'ni tegidan maxfiy Amerikadan boradi. Mossadning boradi Izroilning. Amal yo'q, o davlatlar texnika, pul muomala hammasi shu yerga nima qiladilar. Unda bo'lganki, sen Afrikaga berib lobbichilik qilsangmi aqidi? Afrikaliklar uyg'onib ketdi, xarlar. Bizning ishtiklar deydi, biz kelar yili janjal qilamiz, Xitoydan surib chiqaramiz deb bizning ishtiklar deydi. Bor bir nechisi Tanzaniyalik, bir nechisi bor. Bir narsa ketyapti-ku bu yerda. O'rta Osiyoni egallab bo'ldi. Hatta O'riston xaplab, O'risni tillayversang oqmaydi. O'risning ichi bilanmi ashlarning ulusal manfaati bilan o'ynay olsang, ashlar bilan o'ynasangmi o'ynab beradi kuch bor. O'ristonmi nurg'un yerlarni Xitoy hozir Xitoycha ataysa deydi, kelgusi ilib oldi. Uningmi o'ziga tahdid. Amerikaga tek unchalik tahdid emas. Hindiston, Yaponiya, O'rus, Avstraliya mushtaraklar tahdid. Amerikadagi kishini salixida yer ching tutib ipmansa, qaga 10 qanotliklar, qaga yalan Fransiyani o bu Hindistonlarni mishalan ching tutib qilish kerak. Yifan va ma bo'lmay qolsa, ma bo'lmay qolsam, qarshidan chiqib isbotlashdir. Bushta qilishimiz kerak, qarindoshlar. Biz nima qilyapmiz hozir? Vaqt 10 ming imzoni yig'di. Do'qin aysani shu birdan bir tashkilot emas deb qurultayni bo'lib pastga urildi. Indigenous kirmadi. Mushundan bilan tugdimi? Mushumi asli bizning qilgan ishimiz. Men bundoqsi bakchiq kuchaytibman. Unga men tillab, xohlab degan, meni degan tillab, bu men degan asho bo'lib ketibdi-manda. Unda qilmanglar, qarindoshlar. Adliyer Musabay yolg'iz tashlab qo'ymanglar. Tashkilotdagilar yolg'iz tashlab qo'ymanglar. Chiqinglar, so'zlanglar. Iqro etishni o'rganinglar. Bilimini elinglar. Men demoqchidim, men qanday qilaman? Sen unda meni qilib men so'z yozsam deb o'rganinglar. Tomaris xonim, sizmi yo'qolib ketdingiz? Men Charq Turkiston ishlar qurultayga o'tag'andan yog'i. Chiqib turing, pat-pat uning oldida shunday yaxshi gaplarni anglaydik. Shunda yaxshi naqmaydonlarni qilatdingiz. Nurg'un Amerikadan sesiqchiqdan deb bergandingiz. Endi bu vazifaga o'tag'an kimda jimjit yo'qolib ketsak bo'lmaydi, chiqib turing. Agar bilim qurilmangiz yetishmasa, dilyardan olsangiz bo'ladi. Agar men dilyarni tashlatib bo'lsam, dilyar men bugun naqmayda qilmoqchi, men to'g'riliq men yarim soat vaqtdan chiqib bersam, men anaki o'zimning yerlik tilni o'zlashtirib qilayman. Bizning bu millatga so'zlab turish kerak. So'zlab turmasak bo'lmaydi. Bu g'olamkam so'zgam bilan yana bir so'zgam bilan men so'zgam, mening bu so'zligim hamda bir dehqonniki hamda ko'chaki lo'kchakniki ham menikini anglaydiganlar anglaydi, anglamaydiganlar mayli hamda qoni qisqacha qilmaydi. Chiqibman millatni so'zlab, mavi qurultay 20-30 yildan beri mengasini jo'yatgan millatni endi biz chiqib mustaqillik degan qutulmasak bo'lmaydigan egaga akab, ma millatni jup mengasini pakiz qilib turmasak,
Bunlar vaktimiz kalmadı. Davatı koş 2027'de hiç tayyor optum sakınmaydı. Ma akademikler çıkış gerek. Aqaqaz kötəgən bolsam elə qarlıqma çıxıb sözlər biz nərsini Uyğurlarga paydalıq toğuladigan bizninki aş nərsimizga paydalıq sözlər. Muşu Uyğurni mustaqil qiladigan Uyğurning aş mingisini çoqqum mustaqil olsaq muşuni qutulmaymizga degan yerga akilashma millatni. Va bunda bo'lmaydi bu. Til yavrishdan til ahalat anglayverishdan numus qilishmamsa qaysam. Ya baldiramni oldi to'y qilay deb qoldi keyni. Bapta ondan sonra qeyrinlashlar men biza qaqsh yetib qoldim. Xudoyimga amonat. Amsa so'ng qanotdagilargami, munofiqlargami savol qo'yilgandekidek, o'ng qanotdagilargami savol qo'yildi, ulargami gaplar bo'lindi. Avval oq tomonda paranglashimiz, bo'lmasa oldiga chiqib deyishimiz. Buningdan misal endi yana deyishimiz desa, qattiqroq yana deyishimiz. Chunki bu millat shuning ehtiyoji bor. Bu deganim ya'ni Dilyar Musaboy efendimga qaratdim, Dilyar Musaboy efendim ko'nglingiz kelib qolmang. Sizning shu atrofingizda yurgan shu siz chiqqan 17 tashkilotmi 20 tashkilotdagilar deyilayotgan gap bu sizga qatilganimiz ham tashkilotingizning ichidagi a'zolaringiz qatilayotgan gap. Bo'pti, unda bo'lsa qarindoshlar, Xudoyimga omonat, amsa omon bo'linglar.